Mana bu qadrdonimiz Salim Qoragamov xonadonlarida Ka'batullohda Ka'baga yopilgan Ka'ba po'shlar. Mana yopilgan. Har birlariga chiroyli mana chiroyli qilib qarang. Did bilan xonadoniga olib kelib mana qo'yibdilar. Mana biz shularni ziyorat qilib, hammamizga ko'rsatdilar, ilinibdi-da bizga. Bizga ilinibdi, qarang. Ilinibdilar. Qarang. Bunaqa umrlari uzoq bo'lsin. Amin. Umrlar bu har kimga ham ilinavermaydi bunaqa. Amin. Qarang. Bular hammasi Ka'batullohning ichidagi Ka'baga yopilgan Ka'ba po'shlari, yozuvlar, ichidagi yozuvlar mana. Ka'baning Ichida. Baytullohning ichidagi ekan, qarang. Voy. Buni odamlar borib ziyoratlar qilib keladi. Qancha odamlar mehnati. Mana. Buna narsalarda Xudoga shukr bizga ilinib, mana hammamizni ko'rsatdilar, birma-bir chanishtirdilar. Endi havas qildik, umrlari uzoq bo'lsin, kam bo'lmasinlar. Qarang. Nimani ko'rsating, ha, hoji aka? Tevasiga olib qo'ysangiz. Mana bu payg'ambarimizni tahoratga ishlatgan idishlar ekan. Qo'llari tekkan ekan. Ham tahorat qilgan ekan, ham g'usl qilgan ekanlar. Qarang, mana shu. Alloh bu kishini Bitta to'lada tahorat olgan ekanlar. 4 martada g'usl qilgan ekanlar. qarang. Ana idish. Ya Allohim. Allohim hammamizni ham amin. Mana bitta mehmonlar mana. Ana amin. Bitta to'lanboy ham bor. Amin. Ko'rinyapti, qarang. Yo'q, endi ko'ring. Men olyapman-da videoga, yana nima qilmaylar. Amin. Bitta operatorlarimiz uncha ishlamadi, men o'zim ishladim. Amin. Juda chiroyli. Amin. Ana tanlovlarda ham olingan. Tanlov 3 yilda bir marta almashar ekan. Ka'batullohdagi mana har borganimizda ko'ramiz, mana hoji akam xonadonga olib kelib, mana chiroyli qilib qo'yibdilar. Xursand bo'ldik juda ham. Amin. Umrlari uzoq bo'lsin. Bu Xudoyorxon tahorat qilgan, g'usl qilgan. Ishlatgan ekanlar Xudoyorxon deyaptilar. bu qanaqa Qur'on bu? Usmon Nusxa. Hoji akam buni mana bu yerda qarang, qulub. Haligi qulub ekan. Zamok deymizmi haligi? Nimalarga ishlatiladigan. Hamidullo aka, to'g'rimi? Mana. Menga qarating, hoji akam oldiga boraman. Siz tushib oldingiz, ha? Bitta duo qiladilar. Hoji akam haqiqiy duo qiladi. Hoji akam oldida Yo'q. Haqlariga. Keling, Hamidullo aka. Parvardigorim, hoji akam shunday Ka'badan borib, Ka'ba po'shlaridan bu har kimga nasib qilmaydi. Podshoni o'zini mehmonlariga beradi Ka'ba po'shlaridan. Mana hoji akamni Alloh diliga solib, podshoni diliga solib, o'sha Ka'bani ichlarida kirib ibodatlarni qilib chiqishlarda Ka'ba po'shlaridan beribdilar. Bu Ka'ba po'shlarida Parvardigorim mana o'zimizni Farg'ona viloyatida O'zbekistonda yashaydigan mo'min musulmonlarga, atrofdan kelgan mo'min musulmon mehmonlarga mana shuni ko'rgazmadek qo'yibdilar. Alloh yuzlarini yorug' qilsin, martabalarini ulug' qilsin. Alloh taolo ilmlarini ham ziyoda qilsin. Parvardigorim bizlar ham tinchlik, tarasoat, xotirjamlikda hoji akamizni oldiga kelib, mana shu Ka'ba po'shlarini ziyorat qilyapmiz. Allohim biz yana chandon borib Ka'bada mana shunday Ka'ba po'shlarida o'z qo'limiz bilan ushlab, ko'zlarimiz bilan ko'rib, ibodat qilib Parvardigorim kelishlikni Alloh hammamizga nasib qilgin. Hammamizning xonadonimizda qiyomat qayingacha ham uxraviy ham dunyoviy ilmlarda farzand, nabira, chevaralar bo'lmog'ini Alloh o'zing nasib qilgin. Parvardigorim mana To'lanboy hoji akam keldilar. Mana shunday ulug' insonlarda farzandlari Parvardigorim. Bular u hojilarimizdan qolgan zurriyotlar ham uxraviy ham dunyoviy ilmlarda kelishyapti.
Allohim qiyomatgacha mana shunday holatda bir-birlaridan intifo bo'lishib, Allohning Parvardigori jamolini ko'rishida Alloh hammamizga nasib qilsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Tugatishda o'ziga qaradi, chetda bor. Gaplarni sakon. Chiroyli. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. يا الله bizlarni yedirding, to'ydirding, rob qilding va bizlarni musulmonlardan qilding. Senga hamd sano bo'lsin. Bu birodarlarimizni avvalo hammalarini o'tganlari bor. Hammalarini o'tgan ota-onalari marhum rahmatingga olgin. Oxiratlarini obod qilib, gunohlarni kechirgin. Qolgan hammalarini xonadonlariga avvalo fayz ber, baraka ber. Hammalarini farzandlarini, nabira sabiralarni hammalarini ahlida bardavom, barqaror aylagin. Mana seni zot qo'yinga iltijolar qilib, duolar qildik. Hammalarimiz duolarimizni qabul dargoh qil. Birodarlarimiz bosgan qadamlariga ajr hasanotlarini ato qilib bergin. Amin. Kim bir fazilatli, ilmli odamni ziyorat qilsa, go'yoki meni ziyorat qilib payg'ambarimiz. Kim meni ziyorat qilsa, u Allohni ziyorat qildi dedilar. Allohni ziyorat qilgan odamni albatta ajri mukofoti jannat degan ekanlar. Xudo taolo sizlarga shunaqa ajrlarga, shunaqa mukofotlarga erishtirsin. Dunyoda birga qildi, jannatida ham birga bo'laylik. Endi bilmaganlarimiz ko'p hammalarimiz. Biz narsani bilmaymiz. Endi Xudodan so'raylik. Bilmagan ilmlarimizni Alloh bildirsin. Bilgan ilmlarimizga amal qilishimizga Alloh taolo yordam qilsin. Ko'p ulug'larni esladik, ustozlarni esladik. Hammalarini Xudo taolo rahmatiga olsin. Ya Hojaga haqqiga duo qiling. Shunchalik hurmat qilib, e'tibor qilib bizga. Ilohim, Parvardigorim, mana hojakamdan qanchadan barcha Allohning o'zining kalomidan, Payg'ambar sallallohu sunnatlaridan amr ma'ruflarni qildilar. O'sha eshitgan amr ma'ruflarimizga Parvardigor amal qiladigan bandalardan qilsin. Mana qanchadan qancha qo'lingizda mana shogirdlarni chiqarib berish yerda bu hayvonlarda tili yo'qki, gapiraman desa, mana qornim ochdi, suv ichaman deyolmaydi. Shularga vaqtida e'tibor berib qarab turibsiz. Alloh yuzlaringizni olib qilsin, martabalaringizni olib qilsin. Qilayotgan xayr-i ihsonlaringizni Alloh dargohida qabul qilsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati. Rahmat hojaga. Allohu akbar. Menga bir holat keldiki, shu akademiyada o'qidim. Shunda o'tirib hayot nimaga biz o'zimizni vayron qilamiz, birovlar qo'ygan narsalarni bitirib, hayotga bir she'r yozgan. Hayotga hamma insonlar yig'lab keladilar. Ayrilib bir-biridan yig'lab ketadilar. Ya to'g'ri, insonlar bir kam dunyodan tinmayin bir-birini kuylab ketadilar. Hayot qarang, go'zaldir. İnsanlar undan go'zal. Armon bo'lmasin orzu, ushlangan orzu go'zal. Yomonlar doim mag'lub, yaxshilar doim g'olib. Tinchlik bo'lsin dunyoda, tinchlik doimo go'zal. Dil tilga to'g'ri bo'lsa, ish ham to'g'ri bo'ladi. Umr bekorga o'tmay, oxirat ham zo'r bo'ladi. Niyatni doim to'g'ri qil, Allohim ham beradi. Yodda tuting, dunyo ham doim bir narsa. Rasulullohning hadislari bor. So'zda sehr bor. She'rda hikmat bor. Buni so'zlaganda odamlarni sehrlab qo'yishadi. Aqlini olishadi. To'g'ri gapirmasdi. She'rda hikmat bor ekan. Qachon? O'sha hali sevdim, kuydim bo'lmas. Shahvonni qo'zg'atadigan bo'lmasa, bunaqa yur, vatan, odamlarni bir yaxshilikka chorlashlik to'g'risida bular yaxshi ekan. Ular haqiqiy hikmatni o'qib, ma'qulni o'ylamaydi. Duo qiladi. Duo qiladi, Alloh bizlarga ziyoda. Hammamiz endi dunyoda mana yaxshi bilan bo'laylik. Men masalani oxirida bitta gap aytganman doim.
Janob Rumiy gap bor ekan. Yomonlik qilgan bo'lsa ham qo'rq. Urug'dir. Alloh uni undirib bir kuni qarshingdan chiqaradi. Dunyoda yomonlik qilishni kelmagan. Faqat yaxshilik qilishni, ibodat qilishni kelgan. Alloh yaxshi bandalar bilan ibodatimizni barqaror qilsin. Hayotda yaxshi odam bo'lib o'tib ketaylik. O'tib ketganimizdan keyin ham eslashganda yaxshi odam. Avvalo Alloh taolo yaxshi ko'rsin. Rasululloh yaxshi ko'rsin. Insonlar yaxshi ko'rsin. Robbana taqabbal minna innaka. Qilganda ham o'tiriblar safimizda